Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'lib o'tgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Qarindoshlik uchrashuv yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. 22 iyuldan 26 iyulgacha İstanbul Kaya mehmonxonasida o'tkazilgan 10 navbatlik Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini bugun muvaffaqiyatli oxirlashdi. Atgan soat 9:30 dan 10:30gacha Sharq Turkiston davosini yaqindan qo'llab kelayotgan Türkiye Cumhuriyeti 23 navbatlik hukumatning parlament a'zosi 100-yil universitetining o'qituvchisi Dr. Jalal Arbay yig'in ahliga har qitimqidek jonliq va hissiyotli xitob qildi. U so'zida Turkiyadagi har qanday rahbarlarning Sharq Turkiston masalasiga xuddi o'ziga o'xshashli ko'ngil bildirganligini, Uyg'ur xalqining asla boshqacha xiyollarda bo'lmasligini ta'kidlash bilan birga, Xitoy zolimlarining kunining yaqinlab qolganligini, u yurtdoshdak birlashganimizda yengili bo'lmaydigan ish yo'qligini ta'kidladi. Orqadan Sharq Turkiston vaqfi bosh kotibi va Isa Yusuf Aliptekin vaqfi raisi Dr. Ömer Qul bu qitimqi yig'inning ahamiyati va yaqin kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarning texmi jiddiy va murakkab ekanligini tilga oldi. Soat 10:30 dan 11:30gacha Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon 10 navbatlik Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini haqida umumiy xulosa dokument berdi hamda Sharq Turkiston do'stlik xitobnomasi tekstini o'qib o'tdi. Keyin Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Pishqadam ustoz Niyoz Damollamning yetakchiligida da'vo ishlarimizning o'ngishli bo'lishi, xalqimizga inson qalbidan chiqqan zulmlarni qilayotgan Xitoy tajovuzchilarining halokati, dunyo musulmonlarining qiyinchiliklardan qutulishi, jumladan Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning tezroq ozodlikqa chiqishi uchun qilingan duolar bilan faoliyat muvaffaqiyatli tamomlandi. Sharq Turkiston Milliy shurosida do'stlik xitobnomasi e'lon qilindi. 10 navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining xulosa dokumenti va Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlari do'stlik xitobnomasi e'lon qilindi. Xitobnoma mazmuni tovandikicha: 10 navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi yig'inining ochilish marosimi 2018-yili 7-oyning 22 kuni yakshanba İstanbul Vatan Caddesi Ali Amiri Kültür Merkez'de Türkiye Cumhur Reisi Baş Maslahatçisi Ahmet Salim Efendim ve Türkiye Dini İşler Başkarması Reis Vekili Musa Bilgiç Efendilerine okşaş muhim şahıslar, Türkiye işçi ve sırtındaki 20'den artık teşkilat rehberleri, dini alimler, ziyaliler ve yurt müteverlerinin kıytılışı bilen dağdığılık ötküzüldü. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati tarafidan uyushtirilgan 10 navbatlik Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining bu yilgi ana temasi Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi bo'lib, 7-oyning 23-kundan 26-kunigacha Beylik Tuzi rayoni Kaya İstanbul ko'rgazma va qurultoy mehmonxonasida o'tkazildi. 16 davlatdan kelgan Sharq Turkiston tashkilotlar vakillari, tadqiqotchilar, ziyolilar, diniy ulamolar, yurt mo'tavarlari va Uyg'ur yoshlaridan tarkib topgan 150 dan ortiq kishi qatnashgan mazkur yig'inda Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi degan ana temani cho'radigan holda tuvandagi tarmoq temalar haqida muzokara va muhokama olib berildi. Milliy kimlik va milliy birlik shakllantirishda oldi bilan siyosiy ideya birligi shakllantirish, organ va kollektiv ishida harakat qilish ideyasi yetildirish, shundaqla mustamlikani tamoman rad qiladigan milliy ongni o'stirish kerakligi ta'kidlandi. Sharq Turkiston davosining kelgusi uchun yosh avlodlarni yetishtirish komitetining qurilishi, yana Sharq Turkiston milliy davosidagi o'zgarmas prinsiplar va hamkorlik degan temalarda muzokara va muhokamalar elib berildi. Sharq Turkiston davosining g'alabasi uchun o'zaro murassa qilishish va kelishish hamda ilmiy yo'sinda fikr almashtirish orqali tashkilotlar aro bir-biri bilan moslashish va hamkorlashishning muhimligi ta'kidlandi. Yig'inda yana Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli va tashkilotlarning majburiyati, Xitoyning strategiya kengaymichiligi va Sharq Turkiston masalasi nuqtai nazaridan dunyo vaziyatiga qarash degan temalar ustida o'rtaq muzokara va munozara elib berildi. Sharq Turkiston masalasini hal qilish to'g'risida tashkilotlarning tushunchalari va planlari muzokara qilindi. Yig'inda yana Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli va tashkilotlarning majburiyati, Xitoyning strategiya kengaymichiligi va Sharq Turkiston masalasi nuqtai nazaridan dunyo vaziyatiga qarash degan temalar ustida o'rtaq muzokara va munozara elib berildi.
Sharq Turkiston masalasini hal qilish to'g'risida tashkilotlarning tushunchalari va planlari muzokara qilindi. Markaziy ideya, ruhiy uyg'unish va o'zlik islohotiga qattiq ehtiyoj borligi ta'kidlandi. Yig'inda yana Sharq Turkiston Milliy iqtisod fondining ta'sis qilinishi degan temada dokument sunilgan bo'lib, tashkilot rahbarlari va yig'in qatnashuvchilarining o'rtaq qarashlari bilan Sharq Turkiston da'vosining ehtiyojlarini qamdash uchun Sharq Turkiston Milliy fondining qurilishining nihoyatda zarur bo'lganligi ta'kidlangandan keyin Sharq Turkiston Milliy fondining qurilishi uchun 13 a'zodan tarkib topgan tayyorlik hay'ati tashkillandi. Xulosa qilib aytganda, bu qadimgi yig'inda Sharq Turkiston xalqi navbatda duch kelayotgan favqulodda qiyin ahvollarga qarata hal chora va chiqish yo'llari muzokara va muhokama qilindi. Yig'inda yana vatanimizning ozodligi, xalqimizning Xitoy zulmidan qutulishi yo'lida o'rtaq harakat qilish, Sharq Turkiston tashkilotlari o'rtasida inoqlikni kuchaytirib, cho'ng-kichik ziddiyatlarga yo'l qo'ymaslik, birlik barobarlikka zid keladigan so'z harakatlardan uzoq turish, Sharq Turkiston xalqiga ziyon yetkazmagan har qanday kuch va yoki davlatni dushman deb qaramaslik, tashkilotlar va rahbarlar bir-biriga qarshi ijtimoiy taratqularda bo'lsin, mayli matbuotlarda bo'lsin, bayonot e'lon qilish orqali fitna ig'voga sababchi bo'ladigan so'z harakatlardan saqlanish. Tashkilotlar o'z oldiga mustaqil harakat qilish bilan bir vaqtda bir-birining faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash, o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, milliy manfaatni birinchi o'rinda qo'ygan holda birlikda harakat qilish, Sharq Turkiston tashkilotlari o'zaro bir-birini e'tirof qilish, hurmat qilish, kengashish va moslashish ta'kidlandi. Sharq Turkiston da'vosiga ziyon yetkazadigan ichki va tashqi kuchlarga birlikda qarshi turish, Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari orasida qarorlik muhokama yig'inlari chaqirish, favqulodda ahvollarda krizislarni hal qilish guruhlari tashkil qilish qatorliq qarorlar ma'qullandi. Janobi Alloh bu yig'inga qatnashuvchilarga ajr azim ato qilg'ay. Bu yig'inda elingan qarorlarni mazlum Sharq Turkiston xalqimizning zulmdan qutulishiga vasila qilg'ay. Bu vaqtda elib berayotgan xizmatlarimizni muvaffaqiyatli qilg'ay. Rabbimizdan g'oyi maqsadlarimizni g'albi nusrat bilan oyoqlashtirishga nasib qilishini tuvanchilik bilan so'raymiz. Amin. Amerikaning Xitoydagi konsulxonasi atrofida portlash yuz berdi. 26-iyul Dovi xabarlar to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Beijingdagi Amerika elchixonasi yenda portlash yuz bergan. Shu joy vaqti soat 7 da Beijingda turishliq Amerika elchixonasi eshigining yenda portlash yuz berib, atrofni xili cho'ng doirada istuta qaplagan. Voqea yuz bergan hamon atrofdagi yo'llar qamal qilinib, soqchilar naq maydonni kontrol qilgan. Voqea haqida har xil tahlillar o'tirg'i chiqqan bo'lib, bombani kimning portlatganligi texnicha aniq emas ekan. Tordagi tahlillarga asoslanganda bir o'zi yasagan qo'l bombasini Amerika elchixonasi ichiga tashlamoqchi bo'lgan, biroq bomba elchixona ichiga tushmagan. Bomba tashlagan kishi yaralanib, atrofdagi soqchi mashinasi portlagan. Voqeaning sababi kimning, nima sababdan portlatganligi haqidagi ahvollar tekshirilmoqda ekan. Xitoy kommunistlarini ag'dirish harakati Oburni inqilobidan boshlandi. 26-iyul Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, saxta vaksina voqeasi sababidan Xitoyga qarshi Oburni inqilobi boshlangan. Yaqinda yuz bergan saxta vaksina voqeasi Xitoy fuqarolarini Xitoy kommunistlariga qarshi qattiq g'azablantirgan. Xitoy fuqarolari Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirishni nishonlab, bir qancha kun ichida Beijing, Nanjing, Hangzhou, Shanxay qatorliq o'rinlardagi bolalar doktorxona o'birnilariga Xitoy kommunistik hokimiyatini ag'dirish haqidagi shuarlarni yozishga boshlagan. Beijingdagi bolalar doktorxona o'birnisi ishikiga zaharlik sut parashugi, qizil, seriq, ko'k, bugun yana o'ttirg'i chiqdi saxta vaksina, zaharlik havo, zaharlik yemaklik, zaharlik tuzum, zaharlik hukumat, kommunist partiyani ag'dirib tashlaydi degan shuarlar yozilgan. Beijingdan boshqa rayonlardagi o'birnilardimi o'birni inqilobi ittifoqdoshlari nomida do'stlar tamoq ustildan ayrilib, tozalik uskullarini elib, kommunist hokimiyatini axlatchiligiga tashlaydi degan shuarlarni yozgan. Hamda inqilobga hamma kishining qatnashishini chaqiriq qilgan. Xitoy kommunistlariga qarshi o'birniga yozilgan shuarlar har xil bo'lsa-mu, biroq shuarlarning hammasida Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirish haqidagi mazmunlar bildirilgan. Bir qism jamiyat kuzatgan qalam egalari nurg'unlagan Xitoy fuqarolari Kommunist partiyasi barliq ofatlarning kelish manbasi ekanligini barg'ansiri bilishga boshlagan. Oburni inqilobini aslida Xitoy kommunistlari sayohat rayonlaridagi pokiz bo'lmagan yoki o'lchamga to'shmagan oburnilarni amaldan qoldirish uchun qo'zg'agan harakat bo'lib, bugungi kunda Xitoy fuqarolari Oburni inqilobini Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirishdagi bir maydon yangi bir harakatning
ismi qilib qo'llangan. Xitoy Tojikiston va Afg'oniston chegarasidan andisha qilmoqda. Global Village Space Tour'ning 24-iyuldagi sonida mashhur axborotchi va O'rta Sharq mutaxassisi James Dorseyning Xinjiangning bexatarligi Xitoy bir balvoq bir yo'l plani uchun bexatarlikni kuchaytirmoqda mavzuliq maqolasi e'lon qilingan edi. 24 va 25-iyul xabarlarimizda uning maqolasining oldingi bo'limlarini diqqatingizga sungan edik. Bugun davomini diqqatingizga sunamiz. U maqolasining davomida Xitoyning Afg'onistonga 70 million Amerika dollari yordam qiladiganligini bildirganligini tilga olgan va mart oyida Yevropa tashqi ishlar hay'ati yig'iniga qatnashgan Xitoy ziyolilarining Xitoyning chegara boshqarish yordam fondi Vaxan koridoridan halqib, Badaxshan Tojikiston chegarasigacha uzab bo'lganligini bildirganligini tilga olgan. U yana Xitoyning 2 yil burun Tojikistonning eng obod rayonlarini Sharq Turkistonga bog'laydigan ona tosh yo'lining cho'ng qismini kontrol qilayotgan Afg'oniston chegarasida Tojikistonning mudofaa imkonlarini kuchaytirish uchun 11 joyda harbiy idora va tarbiyalash organi qurish uchun to'xtam tuzganligini, Xitoyning siyosiy, atalmish diniy asabiylik va zahar atkazchiligiga munosabat masalalarida Tojikiston Xitoyning siyosiy, atalmish diniy asabiylik va zahar atkazchiligiga munosabat masalalarida Tojikiston bilan bo'lgan istixborot aloqasini kuchaytirganligini tilga olgan. Shundaqla Xitoy Mudofaa ministrligining aprel oyida Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va Tojikistonning terrorlikqa birlikda qarshi turish va haqiqiy urush tajribalarini ilgari surish uchun tarbiyalash va mashq faoliyatlari elib boradiganligini e'lon qilganligini tilga olgan. Kuzatuvchilar Xitoyning rayondagi butun harakatlari amaliyotda boshqa maqsadlardan bakrak Sharq Turkistonning bexatarligini asos qilganligini, chunki Xitoy tushuni ko'rayotgan atalmish bir balvoq bir yo'l planining o'ngishli amalga oshishi uchun Sharq Turkiston ochquchliq rol o'ynaydiganligini bildirishmoqda. James Dorseyning maqolasining davomi atki xabarimizda yana davom qildi. Malayziya taftish doiralari 11 nafar Uyg'urni davomli tutib turishni qaror qildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Malayziyada chegaradan qonunsiz kirish jinoyati bilan tutib turilayotgan 11 nafar Uyg'urning oxirgi qaror chiqquncha davomli tutib turilganligi e'lon qilingan. Bugungi Erkin Malayziya gazetining xabar qilishicha, bu Uyg'urlarning da'vosi qarayotgan yordamchi ayblaguvchi Najwa Bestman yuqoridagi bu Uyg'urlarni ustidagi ayblashni bekor qilmaslik haqida taftish mahkamasi texi bir qaror chiqarmaganligini, shunga ularning turmada davomli tutib turilganligini bildirdi. Malayziyada tutib turilayotgan 11 nafar Uyg'ur 4 yilning oldida Tailandda tutilib qolgan Uyg'ur musofirlarning bir qismi edi. Ular o'tgan yilning oxiri Tailanddagi bir turmadan qochib, Malayziya chegarasi ichiga kirgandan keyin Malayziya soqchilari tomonidan tutqun qilingan. Malayziya doiralari ularni chegaradan qonunsiz kirish jinoyati bilan ayblagan. Biroq ular bu jinoyatni rad qilib kelmoqda. Ularning soti 25-iyul kuniga bekitilgan bo'lib, ammo Malayziya taftish doiralarining yuqoridagi qarori bilan ularning soti 12-sentabr kuniga surildi. Malayziyada o'tkazilgan prezidentlik saylamidan keyin hokimiyat beshiga yangi bir hukumat chiqishi Malayziyadagi kishilik huquq tarafdorlarida bu Uyg'urlarning turmadan ozod qilinishi va 3-bir davlatga salomat o'rinlashtirilishiga nisbatan bir umid paydo qilgan edi. Bu vaqtda yaqinda Malayziyadagi bir qism kishilik huquq faoliyatchilari va sobiq Malayziya elchisi Dennis Ignatius qatorliqlar maqola e'lon qilib, yangi hukumatni bu Uyg'ur musofirlarning masalasiga ko'ngil bo'lishga va ularni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirmoqda. Musulmon rahbarlarining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan islomga qarshi harakatlarga sukut qilishi diqqat qo'zg'adi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistonda yuz berayotgan og'ir kishilik huquq dafsandachiligiga nisbatan islom dunyosida hukm surayotgan sukut xalqaroning diqqatini qo'zg'amoqda. Amerikada nashrdan chiqadigan tashqi siyosat jurnalida bu vaqtda cho'ng ko'lamlik bir mulohaza e'lon qilindi. İslam rahbarlarining Xitoy rejimi musulmonlarga yurgizayotgan tutib turish lagerlari haqida deydigan bir so'zi yo'q deb mavzu qo'yilgan maqolada Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan yepiq tarbiya lagerlari diniy faoliyatlarga to'sqinlik qilishi, ro'za tutishni cheklash harakatlari va lagerlarda kishilarning islom dinidan voz kechishga majburlanayotganligi qatorliq ahvollardan tafsiliy ma'lumot berilgandan keyin birmi musulmon rahbarining Xitoy rejimining ijro qilishi bilan musulmon qarindoshlariga yurgizilayotgan bu harakatlarni ochiq oshkora tanqid qilib boqmaganligi bayon qilingan. Maqolada mundaq deyilgan: hozirgacha hech qanday bir musulmon davlati rahbari ochiq oshkora holda Uyg'urlarni qo'llaydiganligini deb boqmadi.
o'zini diniy aqidaning bayonotchisi qilib ko'rsatib kelgan siyosatchilar va diniy rahbarlarmi Xitoyning iqtisodiy va siyosiy kuchi oldida sukut qildi. Nurg'un musulmon davlatlari Xitoy bilan munosabatini quyuqlashtirib qolmay, ba'zilari hatto Xitoyning ziyonkashliklarini qo'llaydigan darajaga yetdi. Abdur maqolasida yuqoridagi bu islom davlatlari hukumatlarining bundoq masalalarda g'arb davlatlari va bo'libmi Isroiliyaga tutayotgan pozitsiyasi bilan Xitoyga tutgan pozitsiyasida intayin ro'shan bir selishtirma borligini, G'azzadagi bir voqea uchun ko'chaga chiqadigan millionlarcha kishining Uyg'urlar uchun biror qitimma ko'chaga chiqib boqmaganligini aytgan. Maqolada ziyorat qilingan mutaxassislar bo'lsa, buning sababini tushuntirib, bu davlatlar Xitoyning o'ch elishidan qo'rqib emas, balki manfaatni ko'zlab turib Xitoy bilan yaqin munosabat o'rnatish, u yerdagi musulmonlarning masalasini tilga elishdan bakrak muhim deb qaraganlikdan bo'lyotidi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum.